Assalomu alaykum. Bugun siz bilan arab tilidagi 50 ta eng foydali so'z va iboralarni o'rganamiz. Bu so'zlarni bilsangiz, kundalik gaplarni tushunish va oson gapirish mumkin bo'ladi. Keling, boshlaymiz. Birinchi, ya'ni. Misol: Hada kitabun jadid, ya'ni mufidun lit-tullab. Tarjima: bu yangi kitob, ya'ni u talabalar uchun foydali. Ikkinchi, likay, shunday qilib. Misol: adrusu bijid likay anjaha fil imtihan. Tarjima: men qattiq o'qiyman, shunday qilib imtihonda muvaffaqiyatga erishaman. Uchinchi, abhathu an, qidiryapman. Misol: ana abhathu an haqibati. Tarjima: men o'z sumkamni qidiryapman. To'rtinchi, antazir, kutyapman. Misol: ana antazirul hafila. Tarjima: men avtobusni kutyapman. Beshinchi, ahtaj, kerak. Misol: ahtaju ila ma. Tarjima: menga suv kerak. Oltinchi, yajibu an, qilishingiz kerak. Misol: yajibu an tadrusa kulla yawm. Tarjima: siz har kuni o'qishingiz kerak. Yettinchi, hal yumkinuni, men qila olamanmi? Misol: hal yumkinuni ad-dukhul. Tarjima: men kirishim mumkinmi? Sakkizinchi, rubbama, balki. Misol: rubbama azhabu ila suq al-yawm. Tarjima: balki men bugun bozorga boraman. To'qqizinchi, hakata, shunday qilib. Misol: iqra al-kitaba hakada litafhamahu jayyidan. Tarjima: kitobni shunday qilib o'qing, yaxshi tushunasiz. 10. Idan, shunday qilib, demak. Misol: lam tanjah fil ixtibar, idan yajibu an tuhawila marratan ukhra. Tarjima: siz imtihondan muvaffaqiyatli bo'lmadingiz, shunday qilib yana urinishingiz kerak. 11. Lihada sabab, shuning uchun. Misol: ana muta'ab lihada sabab sa'adhabu lin-nawmi mubakkiran. Tarjima: men charchadim, shuning uchun erta uxlashga boraman. 12. Hal dedingizmi? Misol: hal dahabta ilal madrasati ams. Tarjima: siz kecha maktabga bordingizmi? 13. hal sata qilasizmi? Misol: hal satusa'iduni fil wajib. Tarjima: siz menga uy vazifasida yordam berasizmi? 14. rubbama yakun, balki bu. Misol: rubbama yakunu taqsu jayyidan g'adan. Tarjima: balki ertaga havo yaxshi bo'ladi. 15. urid, xohlayman. Misol: uridu kubana. Tarjima: men bir stakan suv xohlayman. 16. la astati', qila olmayman. Misol: la astati'u dhahab al-yawm. Tarjima: men bugun bora olmayman. 17. astati', qila olaman. Misol: astati'u at-tahaddutha bil arabiyyati qalilan. Tarjima: men biroz arabcha gapira olaman. 18. mumkin qilsa bo'ladi. Misol: hal mumkinu an tusa'idani. Tarjima: siz menga yordam bera olasizmi? 19. min fadlik, iltimos. Misol: i'tinil qalama min fadlik. Tarjima: iltimos, menga ruchkani bering. 20. kam ath-thaman, bu qancha turadi? Misol: kamu thamanu li hadhal kitab. Tarjima: bu kitob qancha turadi? 21. abhathu an, men qidiryapman. Misol: abhathu an sadiqi fil hadiqa. Tarjima: men bog'da do'stimni qidiryapman. 22. urid, men xohlayman. Misol: uridu an ata'allama al-lughata al-arabiyya. Tarjima: men arab tilini o'rganishni xohlayman. 23. hal yumkinuni, men qila olamanmi? Misol: hal yumkinuni fathul bab. Tarjima: men eshikni ochsam bo'ladimi? 24. hal tastati'u musa'adati. Hal kastati musa'adati, menga yordam bera olasizmi? Misol: hal tastati'u musa'adati fi hamli hadhihi al-haqiba. Tarjima: siz menga bu sumkani ko'tarishda yordam bera olasizmi? 25. la a'taqid, menimcha emas. Misol: la a'taqidu annahu sahih. Tarjima:
menimcha bu to'g'ri emas. 26. uvafiq, men rozi. Misol, uvafiquka ra'i, tarjima, men sizning fikringizga qo'shilaman. 27. yumkinuka an, siz qila olasiz. Misol, yumkinuka an tajlisa huna, tarjima, siz bu yerda o'tirishingiz mumkin. 28. ahtaju ila, menda kerak. Misol, ahtaju ila kitabin jadid, tarjima, menga yangi kitob kerak. 29. hal ta'rif, siz bilasizmi? Misol, hal ta'rifu hadha shakhs, tarjima, siz bu odamni bilasizmi? 30. mumkin an, balki. Misol, mumkinun an nadhhaba ghadan ila suq, tarjima, balki ertaga bozorga boramiz. 31. awaddu an, men xohlardim. Misol, awaddu an atanawala at-ta'ama al-an, tarjima, men hozir ovqatlanishni xohlayman. 32. hal tastati', siz qila olasizmi? Misol, hal tastati'u an taktuba hada, tarjima, siz buni yozishingiz mumkinmi? 33. rubbama yakun, balki bu. Misol, rubbama yakunu hada sahihan, tarjima, balki bu to'g'ri. 34. yajibu an, qilishingiz kerak. Misol, yajibu an tanama mubakkiran, tarjima, siz erta uxlashingiz kerak. 35. hal yumkin, mumkinmi? Misol, hal yumkinu an azhaba ma'ak, tarjima, men siz bilan borishim mumkinmi? 36. ana bihaja ila, menda kerak. Misol, ana bihajatin ila tabib, tarjima, menga shifokor kerak. 37. hatha, bu. Misol, hadha kitabun mumti', tarjima, bu qiziqarli kitob. 38. hathihi, bu. Misol, hadhihi haqibati, tarjima, bu mening sumkam. 39. huna, bu yerda. Misol, ijlis huna min fadlik, tarjima, iltimos, bu yerda o'tir. 40. hunak, u yerda. Misol, al-kitabu hunaka ala at-tawila, tarjima, kitob u yerda, stolda. Birkiba irban. limadha, nima uchun? Misol, limadha ta'akhkhart, tarjima, nima uchun kechikding? Triple urban. mata, qachon? Misol, mata tabda'u ad-dars, tarjima, dars qachon boshlanadi? 43. kayfa, qanday? Misol, kayfa haluka al-yawm, tarjima, bugun qalaysiz? 44. madha, nima? Misol, madha turidu an ta'kul, tarjima, siz nima yemoqchisiz? 45. man, kim? Misol, min hadha ar-rajul, tarjima, bu kim? 46. ayna, qayerda? Misol, ayna al-mustashfa, tarjima, kasalxona qayerda? 47. kul, barcha, hamma. Misol, kullu tullabi habaru dars, tarjima, barcha talabalar darsga kelishdi. 48. ba'd, bir nechta, ba'zi. Misol, qara'tu ba'dal kutubi hadhal usbu', tarjima, men bu hafta bir nechta kitob o'qidim. 49. shay, narsa. Misol, hadha shay'un muhim, tarjima, bu muhim narsa. 50. ashya, narsalar. Misol, hunaka ashya'un kathiratun yajibu ta'allumuha, tarjima, o'rganish kerak bo'lgan ko'p narsalar bor. Agar video foydali bo'lsa, like unutmang. Keyingi videoda qaysi mavzu bo'lsin?